Arqon guvohlarning bu dahshatli faryodi 21 yoshli Mariya ismli qizning 40 metrlik balandlikdan sakrayotganda yangradi. Ammo endi kech edi, chunki arqon Mariyaga bog'lanmagan edi. Mariya Eduardo Rodriges kelajakda jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lishni maqsad qilgandi va sportni jonidan ortiq yoqtirardi. O'sha kuni u San-Pauloda joylashgan tashlandiq ko'prikka adrenalin olish uchun kelgan edi. Parvoz yanada zavqli bo'lishi uchun 3 nafar instruktor Mariyani qo'l va oyoqlaridan ko'tarib, samolyot usulida 40 metrlik balandlikdan pastga qarab uloqtirishadi. Mariyani egnida himoya kamari bor edi, ammo u himoya kamariga arqon bog'langan bo'lishi kerak edi. 3 nafar instruktordan bittasi ham arqon bog'langan yoki bog'lanmaganligini biror marta ham tekshirmadi. 3 nafar instruktor Mariyani qo'l oyoqlaridan ushlab tepadan tashlashga 1 soniya qolganda guvohlardan bittasi arqon bog'lanmaganligini ko'rib qoladi va jon holatda baqiradi. Ammo unda juda kech edi. Mariya 40 metrlik balandlikdan pastga zarba bilan uriladi va o'sha zahotiyoq vafot etadi. 3 nafar instruktor tez tibbiy yordam mashinasini chaqirish o'rniga narsalarni yig'ishtirib qochib ketishadi. Politsiya vertolyot yordamida 3 ta instruktorni qidirib topadi. 3 nafar instruktorga va tashkilotchilarga ehtiyotsizlik tufayli odam o'ldirish va dalillarni yo'q qilish aybi qo'yilgan. Bir necha soniyalik adrenalin va o'tkinchi zavqni deb hayotingizni xavf ostiga qo'ymang. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz xavfsizlik haqida gapiramiz.